Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi Zarnigor Rasulova 4 yildan beri og'ir xastalik, buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekardi. O'tgan yilning may oyidan boshlab esa muntazam ravishda gemodializ muolajasiga muhtoj bo'lib qoldi. Shifokorlarning tekshiruvlari natijasida buyrak ko'chirib o'tkazish jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi kerakligi tushuntirilgach, bemorning 23 yoshli ukasi opasiga o'z buyragini ixtiyoriy ravishda donor sifatida berishga qaror qildi. Transplantatsiya amaliyotiga so'nggi 3-4 oy davomida puxta tayyorgarlik ko'rildi. Yuqori malaka va katta tajribani talab etadigan mazkur jarrohlik amaliyoti poytaxtimizdagi Akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining yetuk mutaxassislari yordamida amalga oshirildi. Bu amaliyotda ikkita xirurgik brigada, ikkita anesteziologik brigada bir vaqtda ish olib boradi. Bu amaliyotning boshqa jarrohlik amaliyotlaridan farqlari amaliyotgacha bo'lgan davrda maxsus tayyorgarlik, amaliyotdan keyingi erta va kechki davrlarda ham kuzatuv, immunosupressiv dorilar bilan boshqa amaliyotlardan farq qiladi. Bemorimiz maxsus tayyorgarlikdan o'tilgan reja asosida bu amaliyot olib boriladi. Donorimiz esa sog'lom bemor hisoblanadi. Operatsiyadan keyingi erta davrda tiklanish davri turlicha kechishi mumkin. Bu bemorni umumiy holatdan kelib chiqiladi. O'rtacha 1 haftadan 2 haftagacha tiklanish erta davrda kuzatiladi. Amaliyotdan keyingi davrda bemor o'zini tiklash mobaynida maxsus dietaga qat'iy rioya qiladi. Transplantolog tarafidan buyurilgan immunosupressantlarni qabul qilishga qat'iy e'tibor beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, buyrak yetishmovchiligi bugungi kunda aholi o'rtasida ko'p uchrayotgan kasallik turlaridan biri. Vaqtida aniqlanmagan va to'liq davolanmagan buyrak kasalliklari og'ir asoratlarga olib keladi. 70 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatadigan tuman tibbiyot birlashmasida endilikda yuqori texnologik tibbiy yordam, murakkab transplantatsiya amaliyotlari uchun tibbiy sharoit yaratilgani aholi uchun katta qulaylik. Murakkab operatsiyalarni ixtisoslashgan markazlardan chaqirib murakkab operatsiyalarni o'tkazyapmiz. Jumladan buyrakni ko'chirib o'tkazish operatsiyasini o'tgan yil 25-yil bitta operatsiyani muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bemorimiz yaxshi. Mana ikkinchi shu buyrakni ko'chirib o'tkazish transplantatsiya yaxshi o'tadi degan ishonchdamiz. Buyrakni saqlash kerak. Buyrak bu organizmni filtrlovchi, jigardan keyin ikkinchi filtrlovchi organ hisoblanadi. Buyrak issiq sovuqqa tez ta'sirlanadi, yoki bo'lmasa achchiq sho'rga tez ta'sirlanadi buyrak. Buyrak og'ir yuk ko'tarishga yoki qattiq zarbalarga unchalik bardosh bera olmaydi. Shuning uchun buyrakni juda ehtiyot qilish kerak. Hozirda jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlanib, bemor va donorning ahvoli shifokorlar nazoratida. Organizmda quvvatning qayta tiklanish jarayoni kechyapti.